Bugun sizlar bilan bolalarga bog'chani to'g'ri tanlash haqida gaplashamiz. Bu juda ham muhim mavzudir. Chunki bolalar hayotining muhim davrlarini aynan o'sha yerda o'tkazishadi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, hozirgi kundagi ayrim bog'chalar bolalarimiz uchun yaxshi g'amxo'rlik va to'g'ri ta'lim bera olmaydi. Tarbiyachining qobiliyati juda ham muhim. Chunki u bolaning bog'chaga oson va to'g'ri moslashishini ta'minlaydi. Agar bolangiz uyatchang bo'lsa, uni tarbiyachi bilan bog'chadan tashqarida tanishtirish tavsiya etiladi. Boshida bolani bog'chada 1-2 soat qoldiring, keyin muddatni uzaytirib borasiz. Uyga kelganda bola bilan bog'cha haqida gaplashishga urining, lekin aslo boladan "Seni hech kim xafa qilmadim" degan savolni so'ray ko'rmang. Boshida ular tez-tez kasal bo'lishadi. Qo'rqmang, bu normal holat. Eng muhimi, farzandingiz yuqumli kasalliklarga qarshi emlangan bo'lishi shart. Moslashish davri taxminan 1 oy davom etadi. Agarda moslashish davri cho'zilsa yoki bola moslasha olmasa, yoki tarbiyachini yoki bog'chani almashtirishni o'ylab ko'ring. Bu videoni farzandlariga bog'cha tanlashda qiynalayotgan do'stlaringizga yuboring.